Sizga xabar bor. Вам сообщение. Ko'ramizmi? Qanaqa xabar? Kimdan? Imperatordan. Император туз пентаклей. Вам сообщение. Dama jezlov. Mana damam bo'lasan, qalbim egasi bo'lasan deyapti. Mana tuз pentaklimsan deyapti. Qanaqa imperator bu? Kim bu? Колесничий mashina. Kartalarni ko'rasizlarmi? Qaysidir bir imperator, Колесничий, tuз pentakli. Qoyil ekan. Kim bu? Давайте откроем карту императора. Kim bu? O'tmishda juda ko'p qiyinchiliklar ko'rgan, xiyonatlar ko'rgan ekan imperator janob oliylari. Judayam omadli inson. Juda omad hayotining eng og'ir kunlarini o'tgan, omadsizliklarni, pulsizlikni, kambag'allikni boshidan o'tkazgan va bu ruklardan достойный chiqqan inson ekan. Tuз mechий очень решительный. Logika bilan yuradi. Mushina logik. Mech har doim churs kesib tashlaydi. Emotsiyani o'chirgan u. Davno o'chirib tashlagan emotsiyani. Faqat kalla bilan ishlaydi. Kallasi bilan yuradi. Bezemotsiya. Qalbiga ko'mib tashlagan ehtiroslarini, tuyg'ularini davno ko'mgan. Chunki xiyonat ko'rgan hayotida. Yaqinlari xiyonat qilgan, yaqin insoni, kim ayolimi, kim bilmayman, yaqinlari. Известная persona. Сильный, волевой, стабильный, богатый, колесничий, туз пентаклей, император, мировой человек. Tabriklayman. U xabar keltiryapti sizlarga. Nima deyapti? Bo'ldi deyapti. Qalb og'riqlaring, xiyonatlar tugadi. Teskari. Bo'ldi, unut hammasini. Hayotingga man kiraman. Man korol pentakliman. Sen bo'lajak turmush o'rtog'ingman. Men stabilniy mushinaman. Men kachelada o'ynatmayman seni. Men baxt beraman senga. Barcha orzularingni, barcha istaklaringni amalga oshiraman. Men seni sevaman deyapti. O'rtamizda haqiqiy muhabbat bo'ladi deyapti. Qabul qilinglar, xursandman.